Hürmetli vatandaşım, tüvendik leksiyimiz, yani sizler dikkat kıladigan, itibar kıladigan, köngül beradigan leksiya. Bunun inçilik bilen dikkat kılışınlarını sözler biraz abstrakt, lekin abstrakt vagamılı ahırda biz 3 cümlegi yığınçaklap bir neme dep birimiz. Şu vaqtida üzüңlar hem şundaq his kılısızlar. Bu siyaset karakterlik Amerika Qo'shma Shtatlarının siyaset belgeleş karakterlik yönelişi. Yani Cumhur siyasetini belgeleş karakterlik yönelişi dep kıyas kılsanız bo'ldi. Amerika Cumhur Komiteti yıllık doklad e'lon qildi. Xi Jinpingning hukmronlik qilishidan islohotchilar ümidsizlendi. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 11-oyning 15-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika Davlat Majlisi tayinlagan Amerika Cumhur İqtisad ve Bexatarlikni tekshirish komiteti 11-oyning 15-kuni Amerika Davlat Majlisiga 2017-yillik dokladini e'lon qildi. Reis Karolin Bartolomev bir xil bayonot shakllik dokladida mundaq ko'rsatdi. Cumhurning reis Xi Jinpingning hukmronligi ostida Cumhur rahbarlari islohot elib boradi deb xiyol qilgan kishilar butunlay umidsizlandi. Bu yerdagi islohot siyosiy islohot elib boradi deb umid qilgan kishilar butunlay umidsizlandi. O bayonotida mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping ideyasi deganni partiya nizomnomasiga elib kirish, qiliplashgan shaxsiy manfaatni qo'g'lashni keskinlashtirib yetadi. Komitet Cumhurning Amerikaga mablag' solgan shirkatlarini tekshirishni kengaytirishni talab qildi. Bu dokladning iqtisod va savdo qismida Cumhur pul qo'shib berish va kamsitish xarakterlik setib elishni jiddiylashtirish orqali Amerika Cumhur savdosi tangpungsizlik keltirib chiqadi. Diqqat vatandaşım. Savdo masalasi to'g'risida yaqindan bir biz sizlarga xilma-xil so'zlarni so'zlab keldik. Amerikalik Lighthizer apandi mundaq dedi, prezident Trump mundaq dedi, Steve Bannon mundaq dedi deb keldik. Endi ma'vo Amerika Davlat Majlisining qaramog'ida qurilgan Cumhur Komitetiga bexatarlik iqtisod masalasi bo'yicha qurilgan Cumhur Komitetining bu yillik dokladi. Bu yerda nima deydi mening qarang vatandoshim? Bu yil bu dokladning iqtisod va savdo qismida Cumhur pul qo'shib berish va kamsitish xarakterlik setib elishni jiddiylashtirish orqali Amerika Cumhur savdosida tangsizlik keltirib chiqadi. Lekin shunga Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Cumhurning Amerikaga xalqaro texnika sohasiga solgan mablag'ini tekshirishni kengaytirish to'g'risida taklif beramiz. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Cumhur hukumati davlat ishidagi shirkatlarning nuqtaliq ijodiy ishlab chiqarish sohalariga chet elga chiqib mablag' solishga ilhom berishni tuzib chiqdi. Balki zo'r mablag' ajratib davlat ishidagi shirkatlarni yo'lab turg'izdi. Doklad mundaq hisobladi. Jumladan yuqori iqtidorlik hisoblash va ideologiyalik texnikani o'z ichiga olgan texnika sohalarida Amerikaning yetaklab menish ustunligi hozir tahdidga uchradi. Dokladda taklif berib mundaq ko'rsatdi. Davlat Majlisining chet elga mablag' solish komitetiga berilgan huquqni o'zgartib, shu orqali Cumhurning Amerikaga xalqaro texnika sohalariga kirishni tekshirish doirasini kengaytirishni bo'libmi? Amerikaning davlat bexatarligi va iqtisod bexatarligiga bog'liq yeshil belbaqqa mablag' solganda Cumhurning mablag' solish subyektini tekshirish kerak. Yoki xususiy shirkatmi, hukumatning shirkatimi? Dokladda Amerika Cumhurning Amerika turishliq axborot xizmatchilariga ehtiyot qilish kerak deb ko'rsatdi. Diqqat vatandoshim, eng nozik masala. Bu yil dokladda alohida mundaq ko'rsatildi. Cumhurning tashqari qaratgan tashviqot xizmatining kuchaytirilganligini nazarga olib, hatto Cumhurning chet elda turishliq axborot organlarining axborot yig'ish, to'plash, hatto uchar urishi bilan shug'ullanayotganligini nazarga olib, Amerika Cumhurning Amerikada faoliyat qilayotgan matbuot xodimlarini Amerikaning chet elning vakolatan boshqaruvchilarini tizimlash qonuni bo'yicha tizimga elish kerak.
Bu komitetning a'zosi Larry Wortes yazma dokladida mundaq ko'rsatdi. Chunki biz shuning uchun ansirdiqki, Jungoning Amerikaga qabatgan ba'zi yuzaki axborot xizmatchilari Jungo uchun qilayotgan uchur o'rishi amaliyotda vakolatan ish bajarayotgan kishilar. Dokladda Amerika mundaq deyildi. Amerika Yaponiya ittifoqini harbiy ittifoq darajasiga ko'tarish kerak. Faqat Amerika Yaponiya ittifoqini harbiy ittifoq darajasiga ko'tarish kerak deb ko'rsatildi. Dokladning bexatarlik qismida mundaq ko'rsatildi. Jungoning dengiz soqchilari Janubiy dengiz va Sharqiy dengizda harbiy kuchni o'zliksiz oshirdi. Son ve harbiy kuch jihati jumladan Yaponiya va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlaridan oshib ketdi. Dokladda mundaq deyildi. Amerika yangi dengiz sohilini, kechiringlar, dengiz sohilini qo'g'dug'ich qismlarning yuqorqi davlatlar bilan hamkorlik o'rnatishini qo'llashi lozim. Yaponiya Amerika ittifoqini yuqori ko'taradigan yo'l izlash kerak. Murakkab birlashma urush qilish harakat planini tuzaydigan qo'mondonlik qurilmasini turg'izish kerak. Harbiy ishlar ketyapti-da. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Jungo armiyasi Amerikaning bu rayondagi harbiy va harbiy aslahalariga baransiri tahdid olib kelmoqda. Amerikaning Tinch okean rayoni va Hindiy okean rayonidagi inkas qaytarish iqtidoriga xiris va harakat paydo qildi. Dokladda mundaq talab berildi. Davlat Majlisi Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi yol açqanda Amerikaning pul ajratganda kechiringlar. Amerikaning Osiyo rayonida yetarlik amaliy kuchni saqlab qolishga kafolat qilish lozim. Chavshan yerim oroli masalasi to'g'risida dokladda mundaq ko'rsatildi. Chavshan masalasida Amerika bilan Jungoning ko'z qarashi ko'p jihatda o'xshashmaydi. Amerika yerim orolni yadrosizlashtirishni muhim nuqta qiladi. Jungo bo'lsa Chavshanning yadro davlatlik o'rnini qabul qilishga roziki, hozirgi holatda buzib etishga rozi. Dokladda ogohlantirib mundaq ko'rsatildi. Amerika Jungo munosabatidagi boshqa masalalarda yo'l qo'yadigan bo'lsa diqqat vatandosh. Bu orqali Jungo hukumatining Chavshanga besim ishiltishni qo'lga keltirmoqchi bo'lsa, bunda qilish kishini umidsiz qoldiradigan oqibatga olib keladi. Caroline Bartolomeu mundaq dedi. Amerika siyosat sohasidagi dokladimizga e'tibor bilan qarash lozim. Bu komitet 2000-yili qurilgan komitetning raisi Bartolomeu doklad berish yig'inida muxbirga mundaq ko'rsatdi. 17 yil o'tib ketdi. Amerikaning Jungoning bosh ko'tarishidan ansirishi allaqachon Amerikada asosiy eqimga aylandi. Shunga bizning dokladimiz bargan sari diqqatga sazovor bo'lmoqda. Diqqat vatandoshim, 17 yil o'tib ketdi. Komitet 2000-yilda qurilgan. Amerikaning Jungoning bosh ko'tarishidan ansirishi allaqachon Amerikada asosiy eqimga aylandi. Tushundingizmi vatandoshim? Shunga bizning dokladimiz bargan sari diqqatga sazovor bo'lmoqda.